Assalomu alaykum. Bugungi darsimizda asosan video karta haqida gaplashamiz. O'tgan darslarimizda ham aytib o'tdim. Bunga o'xshagan video kartalar asosan kompyuterda grafika sohasiga javob beradi. Ya'ni grafikani nima desam bo'ladi? Kuchli grafik programmalardagi grafik effektlar shunaqa narsalar uchun bizga video karta yordam beradi. Agar video kartamiz kuchli bo'lmasa yoki bo'lmasa video kartamizni o'zi bo'lmasa, siz grafik programmalardan foydalana olmaysiz. Ozgina grafika sohasida qiynalib qolasiz. Gamerlar va grafik dizaynerlar va video montajchilarning eng yoqtirgan qurilmasi bu video kartadir. Bu video karta GPU deb ham nomlanadi. Bu video kartaning eng asosiy vazifasi kompyuterda bo'layotgan proseslarni ekranda ko'rsatish. Bu uchun platani o'zida встроенный video kartasi ham bor. Unaqa video karta bilan siz murakkab programmalardan foydalana olmaysiz. Bu ko'rib turgan video kartalar orqali siz misol uchun gamerlik qilishingiz mumkin yoki bo'lmasam 3D modeling, uy-joy dizayn, 3D Max programmasida yoki o'yin yasashingiz mumkin bo'ladi. Yoki video editing, ya'ni video montajlarni har xil montaj qilib qilishingiz mumkin bo'ladi. Bu uchun sizga ko'rib turganingizdagi video kartalar juda ham mos keladi. Radeon Pro WX 8200 mana shunaqangi sohalarga, ya'ni video editingga juda ham qulay hisoblanadi. Biz siz bilan hozir game, ya'ni o'yin haqida ko'proq gaplashamiz. O'yinga har xil o'yinlar uchun qanaqa video kartalar kerak desiz, mana birinchi o'yin tavsiya qilaman Nvidia va AMD, ya'ni AMD video kartalar juda ham o'yin uchun qulay hisoblanadi. Nvidia va AMD ni juda ham ko'p versiyalari bor. Radeon RTX bor misol uchun. Xo'p, hozir mana bu Radeon video kartalari. Bular ham asosan o'yinga, mana ko'rib turibsiz, video karta borligida qanaqa grafika, yo'qligida qanaqa grafikani ko'rib turibsiz. Yorug'liklari, o'yinning sifati shunaqangi Radeon video kartalarda yana ham oshadi. Ya'ni bu gaming uchun mo'ljallangan, video kartalardan biri shu Radeon hisoblanadi. Xo'p, asosan kompyuterda mana ko'rib turibsiz, shunaqa holatda qotirilgan bo'ladi. Video kartaning o'zida ham alohida kullar bo'ladi, sababi uni ham ichida tosh bo'ladi. Uni qizib ketishdan saqlash uchun kullar, ya'ni parrak kerak bo'ladi. Xo'p, bunday video kartalarning turlari juda ham ko'p. Mana ko'rib turibsiz, bu yerda modellari bor. GeForce RTX ni har xil versiyalari bor. Buni farqi kuchida albatta va gigabaytida bo'ladi. Video kartalarning kuchi gigabaytda o'lchanadi. 4 GB, 2 GB, 8 GB, 16 GB shunga o'xshab ketaveradi. Buni asosiy narxidan o'zingizga kerakligini tanlab ishlatishingiz mumkin bo'ladi. Bular asosan hozir ko'rsatayotganim o'yin uchun, albatta bular grafika sohasida ham juda ham qo'l keladi. Mana ko'rib turganingizdek, shunday hozirgi kunda mashhur bo'lgan o'yinlarni Nvidia yoki AMD video kartalarida ishlatishingiz mumkin. Va bu Nvidia, AMD video kartalarini chiqaradigan kompaniyalar bor mana. Gigabyte, Zotac va shunga o'xshagan kompaniyalar shu video kartalarni chiqaradi. O'ylaymanki, video karta haqida to'liq ma'lumot berdim. Keyingi videolarimizda ko'rishguncha.